Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Mumtoz to'yxonaning to'g'risida 2 xona kvartiraning pulida 1 qavatli 170 kvadratli hovli joy sotib qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Pojorning xotini ega ikkisam, ikkisida ham garaj yo'rtursa bor. Katta mashina bemalol sig'adi, eldari quyilib turibdi. Stupenkalar qilingan, ko'chamiz elde keng tushgan, oynalarimiz ko'chaga qaragan. Bitib turibdi 100%. Sizlar cham bilan danışib chiqaveramiz. Eshiklarimiz demir, yaxshi sifatli eshikdan qo'yilgan. Bismillah. Gelaverish katta dolan tushgan ishning где-то 10 metr yerine 380 bemalol chiqadi. Umumonlik qo'yilgan. Kafel qilingan arkasi, polimiz tegib podval qilingan, zal joylashgan katta, registrlar o'rnatilgan, zamonaviy kotelga ega. 100% shifoklavkadan tayyor bo'lib turibdi. Birimiz ham 2 registr tashalingan, 2 spanli tushgan, 1 zal, 2 spanli, bir katta dolan tushgan shuni. Bu yon tarafimiz spanli, yo'rtuslar ham boshqa oynasi tushgan. Birimizdan polimiz tegib podval ekan. Bu yon tarafimizda ham bir spanli bor. Bu yonimiz oshxona. Gaz turbalarimiz girib turibdi, gazlarimiz girib turibdi. Svetlar o'tgan, suv turbalarimiz ham santexnikalari bitib turibdi. Registr o'rnatilgan, to'g'rimizda zamonaviy kotel ham o'rnatilgan. Birimiz yana bir spanli. Birimizdan yana podval joyi qoldirilganlar. Yana bir yeri bor, otizimiz ham bor. Birimiz sanuzel, registr o'rnatilgan, ariston qo'yilgan, rakovinalarimiz qo'yilgan, vanna, unitazlarimiz paketinde qo'yilgan. Sanuzelimiz 100% kafeldan chiqib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, kotelimiz ishlab turibdi. Issiqqina joyimiz. Bu yon tarafimizda yana bir xotimiz bor. Bu yonimiz ishning otis tushgan, zilyon zona qilingan. Bu yonda sharchak pishiradigan mestomuz ham bor. Yana bir yeri ko'chada hojatxona ham bor ekan. Yurtdoshlar bahosına keladigan bo'lsak 550 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Like bosib, do'stlarga berib qo'yasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omad.